أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. alloh taoloning iltifoti bilan sura baqaraninki 165 oyatiga keldik. Sura baqaraning biz ilgari o'qib o'tgan oyatlarninki ko'pinchisida mush ahli kitoblar haqidagi ahvollar so'zlangan bo'ldi. Mush yahudiylarning, nasoralarninki bo'lib mush yahudiylarning qilmish etmishlari degandek ahvollar so'zlangan bo'ldi. Ana shu ahli kitobga aloqador, yahudiylar aloqador oyatlarning oxirgisida alloh taolo ularninki Allohning oyatini yushirganlikdan iborat shunday qilmish etmishlarini zikr qilgan bo'ldi. Ularninki shu Allohning oyatini yushirganligi va Allohning oyatini yushirganlarninki qanday oqibat qilib qolganligi. Shundaqla Alloh taoloning oyatini mutlaq inkor qilgan kofirlarning oqibatini qanday bo'lganligi haqida so'zlab kelib, eng oxirgi biz o'tgan soat o'qigan darsning oxirgi oyatda Alloh taolo inna fi xalqis samawati val ard degan oyatda ya'ni Allohning birlik borligiga dalolat qiladigan ahvollarni so'zlagan bo'ldi. Ya'ni Alloh taologa e, inkor qilgan kofirlarning ahvoli shu do'zaxda mangu qilish bo'ladi. Allohning oyatlarini yushirgan yahudiylarning ahvoli oxiratda shu do'zaxda mangu qilish bo'ladi. Asholat o'lib ketgan bo'lsa deb kelib, endi Alloh taoloning birlik borligini e'tirof qilish mush dinning negizi ekanligi. Alloh taolo olamni yaratgandan tortib, Odam alayhissalomdan tortib yoki Muhammad alayhissalomga qadar avatgan payg'ambarlarning hammasiga mush Allohning birlik borligiga da'vat qilishni tavsiya qilganligidan iborat bir haqiqatni bizga bu yerda oydinlashtiryotdi. Endi 165-oyatda Alloh taolo endi o'sha tavhidning ziddi bo'lgan shirik keltirish ahvolini bayon qilyapti. Bu oyatlarniki bir-biriga bog'lanishli shunday hozir. ومن الناس استعيذ بالله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Yani bazı adamlar Allah'tan gayrilerini yani butlarını Allah'a şirk kılıp oladı. Ularni müminlerinin Allah'ın dost tutkundaki dost tutudu. Yani uluglaydı ve onlara boysundu. Müminler Allah'ın hemden bek dost tutkuçlardır. Zalimler kıyamet günü özlerine tayyorlangan azapını körgen çağda bütün güç kuvvetinin Allah'a mensup ekenligini ve Allah'ın azabının katlık ekenligini kaşki bilse idi. Dünyada Allah'a şerik keltirgenliklerge hadden ziyade puşayman kılgan bulup de. Yani müşriklerin ahvalinin bu dünyadaki ahvalinin qanday bo'lganligi ve ahiretdeki ahvalinin qanday bo'lganligini Alloh taolo bu yerda aytadi. Ve minen nasi kishilarning ichida shunday bir kishilar borki, Allohni qo'yib boshqa butlarni tutib oladi. Allohning g'ayrilarini Allohga shirk qilib oladi demoqchi. Endi degan asnonim. Ular yaxshi ko'radi shu butlarini ta'zim qilish va uning bo'ysunish bilan shunday yaxshi ko'radi. Xuddi Alloh taoloni ularning Allohni yaxshi ko'rgandek. Yani Allah'ın yaxshi ko'rgandek ashta ulug'laydi. Lekin u butlar u yaxshi ko'rishga tegishli narsa emas edi. Haqiqiy yaxshi ko'rishga tegishli bo'lgan zot faqat Alloh taolo edi demoqchi. Lekin mu'minlar bo'lsa, endi mushriklarning ziddidagi Alloh iymon qilgan mu'minlarning ahvoli qanday desa, u mu'minlar Allohni yaxshi ko'rishda bakrak cho'ngdir, yani Allohni bak yaxshi ko'radi.
min hubbihim lil andad. Allah'ınki butlarını yaxşı görgenden bekerek Allah'ını yaxşı görüyor. Yani yaxşı görüşünki nisbetini de vardı diye bir adamdı. Yani müminler butlarını katli yaxşı görmeydi. Onunla yakın kelmeydi. Lekin bir yerdeki yaxşı görüş nispeti müşriklerin butlarını yaxşı görgenden bekerek müminlerinki Allah'ını yaxşı görüşü çoğrak doğru demek yani. Çünkü onlar la ya'diluna anhu bihalin ma. Ee, Müminler Allah Teala'dan bir bir halette yani yüzü örmeydi. Kafirler olsa bu yaş görüşte şu butun yaş görüşte butlarını kat yaş görüşte Allah Teala'ga beraber kılıp aladı. Allah'ını yaş görgenden bekler yaş görüyordu o demek şimdi. Velev terellezine zalemu. Velev tera diye ma başka bir kıraatemde. Biz okuyup gelen kıraatte velev yara. Eğer görsen Muhammed Aleyhisselam zalim bulgallarını velev taraninki miyadim muhatap yine Muhammed Aleyhisselam doğrudan muhatap kılın otkusu. E, zulüm kılganlarını yani işte butlarını Allah'a şerik kılış bilen, şerik keltiriş bilen özlerine zulüm kılganlarını görsen id yeravnel azabe. Ularның azabını körge vaqtida. Yaravna degan, ya'ni yaravna, yuravna deb ikki xil o'qil ekan. Bil bino'i lil fa'ili vel maf'ul degan. Ya'ni yaravna deb ma'lum holatda o'qildi, yuravna deb majhul holatda o'qildi demoqchi. Ya'ni yaravnadan maqsad yubsiruna, ya'ni ko'rdi azobni. Ular azobni ko'rgan vaqtda, ya'ni qiyomat kuni azobni ko'rgan vaqtdagi ahvolni ko'rsang, albatta yine lera'ayt emren azima degan mashhurda javobi mahsub demoqchi. Nəhayət büyük bir işini ko'rgan bo'ladi. İz bu yerda izo degan ma'noda. Annal quvvata lillahi jami'a. Ular azobni ko'rgan vaqtda butun kuch-quvvatning Alloh taologa xos ekanligini, hmm, zolimlar yani qiyomat kuni o'zlariga tayinlangan azobni ko'rgan chog'da butun kuch-quvvatning Allohga mansub ekanligini va Allohning azobining qattiq ekanligini koshki bilsa edi. Nima ekan? Yine el kuvvetin murat el kudre vel galebe. Kudret, bütün güç kudret ve galiplikninki. Hemmisi Allah Teala'ga has keligini ve Allah'ın azabının katı ikeligini karşı bilgen bolsa idi. Yani Allah'a eşlimini şerik keltirmegen boladi demekçi. O yeni bir qiraatda yara deb o'qilgan edi. Velev tara yeni yara. Bu yerdagi fail bir qarashda Samininki zamiri debdi. Yara deb o'qilgan chog'da ko'rsa degan, yine kim ko'rsa desa, bu yergi yaroninki foyili o chog'da shu o'ng'ushudi demiş ekan. Muxotab, mushu gapni anglayotgan kishi, sen zolimlarning e, qiyomat kunidagi ahvolni ko'rgan bo'lsa demoqchi. Yana bir qarashda zamir allazina zalamudur demoqchi ekan. Yine velev yerellazina zalamudiki allazina zalamu o'zi foyil demoqchi. O ya'lamu ma'nosida. Yara ya'lamu manis kelgan vaqtda o'sha ikki maf'ulun bihi ketadi o'sha. Ikki maf'ulun bihi ketgandan keyin u ikki maf'ulun bihi qaysi desa anna va annadin keyingi shu annaning ism xabarlari qo'shilib ikki maf'ulun bihininki o'rnida bo'ladi dedi. Endi lavning javobi mahsubdir. Bu yerdagi ma'no chiqib aytgan chog'da nim bo'ldi desa, agar ular dunyodagi vaqtlarda qiyomat kuni Allohning azobini qattiq ikki bo'lganligini bilgan bo'lsa va yana kuch qudratninki yagona Allohga xos ekanligini bilgan bo'lsa, ular shu azobni aynan ko'rgan vaqtda butun kuch quvvatning Allohga xos bo'lganligini bilgan bo'lsa edi, ya'ni shu dunyodagi vaqtida shuni bilgan bo'lsa edi demoqchi. Ular Allohdan boshqa butlarni Allohga shirik keltirmagan bo'ladi. Allohni qo'yib, ya'ni
butlarni Allohga sherik keltirmagan bo'ladi demoqchi. Demoqchi ekan. Yani haqiqiy ibodat qilishga, ulug'lashga, ta'zim qilishga loyiqsiz faqat Alloh taolodir. Shu Allohga talpininglar, tavhid e'tiqodida ching turinglar demoqchi. Bizga Alloh taolo shuni ta'lim beryapti. Xo'sh, keyingi oyatda yana Alloh taolo shu mushriklarning ahvoli qarata mazmunlarni bayon qildi. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Geç kişiler kaşki bizlerge dünyaya kayıtışka bolsa idi. Yani aynı vakitte ergeç türgüçüler azapını körüp ergeç kişilerden ada juda buludu. Ularının özara münasebeti yani dünyadaki dostluğu üzülüdü. Ergeç kişiler kaşki bizlerge dünyaya kayıtışka bolsa idi. Ular bizden ada juda bolgandek bizim ulardan ada juda bolattık deydi. Allah ularga yaman işlerinin hasret bolganligini mushundoq ko'rsatdi. Ular do'zaxdan chiqmaydi. İz mishada oldidagi boshda o'tgan izdan badaldir. Yine o'z vaqtida, ya'ni ayni vaqtda ado juda bo'ladi. Ergishilguchilar. Ya'ni ergishilguchilar degani shu rais boshliqlar demoqchi. Ergashganlardan ado juda bo'ladi. Yine ergashganlarninki ergashganlarni ozdurganligini inkor qildi demoqchi. Biz unda shuni qilmagan deb tanib oldik qiyomat kuni. Yani sizler bu dünyada aşında kalaymakan bir neslerini Allah'a şerik yapıp çokunğunlar bilen kıyamet günü aşinasının hemmisi sizlerin ada juda buludu. Biz onda kılmagan toktap durup alıdı. Yani muşunun alakadar ayetler köp mayınızın Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a mesela perişlerini şerik yaptırıp perişlerini Allah'a o'xshash qilib olganlarga qarata perishlarmi biz unda qilishga buyurmadik deb turib ekan. Jillarmi jillarni Allohga sherik keltirganlarga qaratami jillar bizlarni unda qilishga buyurmadik deb turib ekan. Hammasi o'zining holidan qilib ularni dunyodagi vaqtda ozdirganligini inkor qildi ekan. Vara'ul azaba va ular azobni ko'rgan vaqtda va ulardan munosabatlar üzülgen çağda. Hmm. Dünyadaki muşunaq özara bir-birin boğan münasebetleri üzülüdü. Yani ular azabını aynen körüdü ve uların arasındaki münasebetler üzülüdü. Bihim diyen anhum digemende. El esbab diyen el vusalul leti kanet beynehum fid dünya minel erhami vel mevedde. Yani uların dünyadaki vakitte uların arasında bağ boğan sil rahim ve dostluk katarlık münasebetlerinin hemmesi üzülüdü diyen. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ve ergeçkenler deydi. Hem de ergi reisleri, başlıkları ergeçilgenler bizler adajda bolduq degandan keyin ergeçkenler nima deydi ekan desa dunyodagi vaqtda shu qalaymiqan taqlid qilib ergeçkenler deydi ekan agar bizga yana bir qaytish bo'lgan bo'lsa dunyoga yana bir qaytish bo'lgan bo'lsa biz adajlar bo'lgan bo'lardik ulardan shu matbuinlardan biz ergashgan shu insonlardan shu narsalardan adajlar bo'lgan bo'lardik xuddi ular bizdan mana mushu kunda adajlar bo'lgan o'xshash lav mushada tamanni uchun kelgan orzu qilish koshki mushta dunyo qatqil bo'lgan bo'lsa edi demoqchi natabarra degan uning javobidir deydi kazalika shunga o'xshash ya'ni ularga azobining qattiqligini alloh taolo ular azobning qattiqligini ko'rsatganga o'xshash va ularning ba'zisini adojida bo'lganga o'xshash ko'rsatdi ularga alloh taolo ularning amallarini hasrat qilib ko'rsatdi ya'ni ularning shu yomon nachar amallarini hasrat bo'lgan holat ko'rsatdi ya'ni hasrat nadomat bo'lgan holat ularning o'zlariga va ma hum bixarijina minan nar ular do'zaxdan chiqolmaydi chiquvchi emasdir kirib bo'lgandan keyin qayta chiqmaydi
Mush dunyoda mana shunday mushrik otida yurib ketganlar bo'lsa, shu qiyomat kuni do'zaxdan mangu chiqmaydigan gapkin. Alloh taolo bu xil ahvoldan hammadan o'z panohida saqlasin. Ham keyingi oyatda Alloh taolo butun insonlarga xitob qilib shuni deyotdi. Bu insonlarning ichida mu'minlar bor, kofirlar bor, hammasi bor. Alloh taoloniki, chunki Allohning ne'matlari mo'mingimi, kofirgimi hammasiga am. Alloh taolo bu dunyoda endi mo'mingimi ne'mat uradi, kofirgimi ne'mat uradi. Şuڭlاشقا ماۋۇ alloh taolo bergan ne'matlarini eslatgan chog'da butun insonlarga qarata umum xitob qilib shuni deyotdi endi. Bu oyat shu savoiblarni, ya'ni chorpaylarni, hayvonlarni harom qilib olgan va shunga o'xshash narsalarni harom qilgan kishilar haqida nozil bo'lgan edi. Ya nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba va la tattabi'u khutuwati shayton innahu lakum aduwwun mubin. Ey insonlar, sizlar zamindagi narsalardan halol holatida, pok holatidagi osh narsalarni yanglar. Hmm. Ey insonlar, yer yuzidagi halol pokiz narsalardan yanglar. Shaytonning yo'liga ergashmanglar. Chunki shayton sizlarga ochiq dushmandir. Shayton sizlarni haqiqatan yomonliklarga, qabih gunohlarga va Alloh nomidan yolg'ondan Alloh sizlarga halol qilgan narsalarni harom deb va harom qilgan narsalarni halol deb sizlar bilmaydigan narsalarni aytishga buyuruydi. Ma tayyiban degan ta'kidlangan sifat deydi yoki mustalazzadan degan ma'noda. Ya'ni halol, tatbiq holatdagi lazzatli osh narsalarni yanglar va shaytonningki yo'llariga ergashmanglar. Shaytonningki sizlarga zinnat deb ko'rsatishlariga ergashmanglar. Chunki u shayton sizlarga ochiq dushmandir. Ya'ni adovati ochiq bo'lgan dushmandir. U shaytonninki yo'llariga ergashsa, shu shayton Alloh taolo bizga halol qilib bergan narsani harom qilib berishga buyuruydi. Alloh harom qilib aytgan, bekitib bergan narsalarni bizni halol sanashimizga buyuruydi. Chunki shaytonning yo'llariga ergashmanglar. İnnemâ ye'murukum bis-su'i vel-fahşâ. Hakikaten buyuruydu şeytan sizlarni yomonliklarga, ya'ni gunoh ishlarga buyuruydi va qabih ishlarga buyuruydi. Shar'an qabih sanalgan ishlarga buyuruydi. Va Alloh taologa sizlar bilmaydigan narsalarni aytishinglar buyuruydi. Ya'ni Alloh harom qilmagan narsani e, harom qilib berishga va undan boshqa mushuna Alloh halol qilib bergan narsani harom qilib berishga degandek ishlar buyuruydi demiş. Ve idâ qîle lehum, eğer ularga, yine kafirlarga Allah nazil kılgan nerse ergişinler değilse minet tevhidi ve tahlilit teyyibat depti. Yani Allah nazil kılgan tevhid akidesiga ve Allah halal kılıp bergen pak narsalarni halal deb berishga e, halal deb berishdan iborat mushta ishlarga ergishinglar deyilsa, ular nima deydi desa, bel nettebi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Ya belki biz ergişimiz ota-bobolarimizni uning ustida biz topgan narsaga. Biz ota-bobolarimizni nimaning ustida topgan bo'lsak, shuni ergishimiz deb turib oldi. Endi ularning ota-bobolari nima ish qilgan desa, butlarga ibodat qilgan, savoib, bahoir deydigan mushta hayvonlarni harom deb bilishgan. Alloh halol qilib berganni harom deb bilishga, harom deb bilgan. Mushta ota-bobolarining mushta qilmishlariga ergishidi. Qilmishlariga ergishimiz deb turib oldi. Bunun qata Alloh taolo deydi endi. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Yani ular erişemdi ata-bobolarga. Halbuki ularning ata-bobolari hech narsani bilmaydigan bo'lsin. Dinning ishlaridan va haq yo'lga hidoyat topmagan bo'lsin. Yani ata-onalari, ularning ata-bobolari hech narsani bilmaydigan va to'g'ri yo'lga hidoyat qilinmagan holatdagi insonlar bo'lsa-mu, yana ata-onalarga shuna qarg'ulash ergishamdi demoqchi. Yani Hamza inkar için kelgan. Yine ularniki bundoq ergishishi to'g'ri emas demoqchi. Yine shunashqa va ida qila lahum degan mush oyat qarta olimlar shunday degan kelimda. Qarg'ularcha ergishish bu botil. Yani taqlid.
et-taklidul a'ma deydi ekanmiz. Yine qarg'ularcha ergishish boshqalarga. Bu batıl haram ish deydi. Chunki qarg'ularcha ergashgan odam u ergishlayotgan taraf nimaning ustida bo'lsa shunga ergishgan gap. Uniki to'g'ri xatosini ormasini ergishgan gap. Qarg'ularcha taqlid qilish. Lekin aniq bilmaydigan shariy ahkomlarni bilmaydigan odam bo'lsa, uninki olimlardan so'rab e, uninki dalillarini to'g'ri xatosini orib bunday qilib bo'lgandan keyin ergishmayish kerak debdi. Bu nodon odamlar, johil bilmaydigan odamlar qarata deyilyapti. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Shariy ahkomlarni, dalillarni istinbot qilib chiqarishni bilgan olimlar bo'lsa, ular o'zlari biladi. O'zlari chiqara oladi, shariy ahkomlarni o'zi biladi, Allohlarni o'zi biladi. Lekin bilmaydigan odamga nisbatan ashuna olimlardan so'rash kerak deydi. Lekin qarg'ularcha ergishish, at-taqlidul a'ma bu haromdir. Xo'sh, endi keyingi oyatda وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ صُمٌّ بُكْمٌ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Yani kafirlarni hidoyatga da'vat qilguvchi xuddi ma'nisini tushunmay tovushnilar va nidonilar anglaydigan chaharpaylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kafirlar haqni anglashdan gastur, haqni so'zlashdan gachidur, haqni ko'rishdan ko'rdur. Ular biz nasihatni tushunmaydi. Yani mesalu degan yine aslında kupurluk qilganlarning sifati, yani ashlarning misoli o'xshi ularni va ularni hidoyatga to'g'ri yo'lga chaqirgan odamning misoli demoqchi ekan. Ma'vo tafsirda shu ikki turli kishining misoli demoqchi. Nimaga o'xshaydi desa, shunday bir kishi o'xshaydiki, chaqirdi, anglamaydigan narsani. Anglamaydigan narsani chaqirgan, faqatla u chaqirgan narsaning bir tovushdan boshqa bir narsa yo'q. Yani ma'nisini tushunmay tovushni va nidoni anglatgan charpaylarni chaqirgan odamga o'xshashdir. Masalan, charpaylarni, hayvonlarni chaqirsak, u bizningki nima deyotganimizni uqmaydi, faqatla bizning ovozimizni bir ovoz kelayotganini tushundi. Shunga o'xshash demoqchi ekan. Ya'ni ular vaz nasiyatni anglashda va uni tafakkur qilmaslikda, o'ylanmaslikda hayvonlarga o'xshashdir. Bu hayvon degan shu hayvonni boqquchining, podichining ovozini anglaydi, lekin uni tushunmaydi. Shuningdek, ular pangdur, gachidur, qarg'udur. Ular vaz nasihatni tushunmaydi deydi. Ya'ni vaz nasihatni anglamaydigan, Allohning chaqiriqqa ovoz qo'shmaydigan shu kofirlarning misoli mushunga o'xshash deb Alloh taolo bizga bu yerda bayon qilib berdi. Mush oyatlarning hammasida endi Alloh taoloning birlik borligiga e'tiqod qilish, dinninki meg'zi, dinning turiginiki tavhid ekanligi. Uning ziddi Alloh sherik keltirish. Shu mu'minlarni Alloh sherik keltirishdan yiroq turishga buyurib Alloh taolo mushta ahkomlarni bizga bayon qilib beradi. Alloh taolo hammalarni haq yo'l ustida mustahkam turishga nasib qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.